Bugun sizlar bilan g'alvanda qilamiz. Tuxumni iliq suvga cho'qib olib, suvga tuz solinadi. Yumshoq xamir qo'riladi. Qattiq bo'lmasligi kerak, yumshoq bo'lishi kerak. Xamirni yaxshilab mushlab olamiz, dam olishga qo'yamiz. Ungacha ichiga solingan atalasini taxlaymiz. 1,5 litr sutdan foydalandim. Un solamiz. Qilib ko'rsanglar juda ham mazali bo'ladi. Men sizlarga oson usulni o'rgataman. Xamirni qotirib o'tirmayman men. Bu osonroq usuli. Uni yaxshilab sut bilan aralashtirib pishirib olamiz gazga qo'yib. Quyuq bo'lgancha xuddi shunday aralashtirib turiladi. Xamirlarimiz dam oldi. Endi ularni kesib olamiz xuddi shunday qilib. Video yoqqanimizga obuna bo'lib, like bosinglar. Sizlarga o'zgacha ovqatlarni qilib ko'rsataman. Yozib olamiz yupqa qilib. Mana xamirlar tayyor bo'ldi. Endi atalarni solib, hamma joy bir tekis qilib yozib olinadi xamirda. Juda ham mazali bo'ladi, qilib ko'rsanglar. Xuddi shunday qilib bir tekis qilib yozib olinadi xamir. Atalar xamirni yopishtiramiz. Qizib turgan tapaga sariyog' soldim. Sariyog'ga qildim. Juda ham mazali bo'ladi. Damashni sariyog'. Xuddi shunday qizartirib, qavurib olinadi. Aniq bolalar bunaqa ovqatni maza qilib yeydi. Qizartirib pishirib olinadi. Video yoqqanimizga obuna bo'lib, like bosinglar. Keyingi ovqat nima bo'lishini kommentariyaga yozaveringlar. Navoiyning antiqa ovqatlarini qilib ko'rsataman. E'tibor uchun rahmat.